Telegramda, Instagramda reklamalarni ko'rasizlar. Pul ishlashim kerak deb izlaysizlar. Qanaqangi yo'llar bilan pul ishlash mumkin bilmoqchi bo'lasizlar. No taqdirni taqozosi bilan sizga meni reklamam ila hamkorlarimning reklamasi to'g'ri kelib qolsa, pul ishlash mumkinligi haqida sizga gapirib berayotgan bo'lsa, siz xo'p deb boyaginga kirib lichkasiga yoki gruppasiga o'tib informatsiya olasizda, men o'ylab ko'ray, men tushunmadim, men kuzatay deb atvet berib, shu bilan bu soha menga emas ekan. Sizga nima soha kerak? Sizga masalan bironta ish turi kerakmi? Sizni eshakday ishlatib, sizga oylik beradigan ish kerakmi? Yoki kidat qilib pulingizni olib ili bermaydigan joylar kerakmi? Qanaqa joy kerak? Muammoni qachon yopamiz? Hammada kredit ham bor, boshqasi ham bor, qarzlar ham bor yoki miyamizning bir chekkalarida turgan orzu planlarimiz turibdi. Bular qachon yopamiz? Mana shunaqangi narsalarni qachon o'rganamiz? Chunki sityovoy yo'nalishi bu o'yin emas, telefon ushlash o'yin emas. Kimlargadir o'yindir, lekin hozirgi holatda 21-asr mana bu texnologiya rivojlangan vaqtda o'yin emas. Mana shu narsani qachon bilasiz? Mana menman degan millioner ham, milliarder ham hammasi telefonda ishini bitiryapti. Nega siz ishingizni telefonda bitirmaysiz? Nega siz telefonda pul ishlamaysiz? Tak что qaranglar, reklamalarimizga kelishdan oldin yoki ish turimizni o'rganishdan oldin konkretni tushunib olinglar. Boring ana bu hech qayerda qolib ketmaydi. 50 ming so'm ham, hech qayerda qolib ketmaydi. 200 ming so'm ham, hech qayerda qolib ketmaydi. 1 million so'm ham. Prosta biznes pul bilan boshlanadi. Pul bilan boshlanganligi uchun bu biznes. Agar sizni pulsiz bironta ishga yo'naltiradigan joy bo'lsa, bilingki, u joy sizga biznes emas, siz yoqqa rabochisiz. Mana shu narsani bilinglar. Hammaga sog'lik, salomatlik, to'g'ri qaror qilib informatsiya olishga kelaveringlar, tushuntiramiz.